Assalomu alaykum avvalambor, hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun nima haqida suhbatlashmoqchiman? Judayam eng kerakli va hayotingizni tubdan o'zgartirishingizga ham sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bilim haqida. Ya'ni ko'pchilik shikoyat qilishadi. Nimalardan shikoyat qilishadi? Meni hayotimda muammolar, meni bu yomon ko'radi, meni bu unday qildi, bu qildi, u qildi va hokazo. Hammani aybdor qiladi yoki da o'zini aybdor qiladi. Aslida bu hech qachon yechim bo'la olmaydi. Banda doim sinaladi Alloh tomonidan. To'g'rimi? Bitta narsani bilib olishimiz kerak. Alloh taolo bandalarini moli jonidan sinashini aytgan. Moli jonidan. Ya'ni sizni hayotingizda muammolar kirib kelyapti, to'g'rimi? Misol uchun kimdir tomonidan yomonlikmi, haqoratlanishmi farqi yo'q. Yoki da pul tomonlamami, pul yo'qotyapsizmi, kimdir sizni aldayaptimi, xiyonat qilyaptimi, biling. Va bunda ham Alloh taolo bandani banda bilan sinashini ham aytgan. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak. Biz mana shu yerda tafakkur qilishimiz kerak, aql yuritishimiz kerak. Va bu yerda ham aql egalari aql yuritmaydilarmi, tafakkur qilmaydilarmi? Ya'ni biz tafakkur qilib aql yuritishimiz bizga buyurilyapti. E'tibor bering, men nima demoqchiman? Bizni hayotimizda qanaqadir vaziyat keldimi, bu biz uchun sinov. U biz uchun jazo, yomonlik emas, balki o'sha sinov. Biz dars olishimiz kerak bo'lgan bir sinov hisoblanadi. Men nima demoqchiman? Siz anglamayapsiz, to'g'rimi? Sizning hayotingizda birinchi signallar bo'ladi. Ya'ni sizni obro'yingizdan signal keladi. Kimdir sizni yomonlaydi, kimdir siz haqingizda yomon gaplarni gapiradi, yomon otliqqa chiqaradi. Bu sizni obro'yingiz tomonidan. Va keyin ko'p pul yo'qotasiz, pul topa olmaysiz, qarzga botasiz va hokazo. Ya'ni bu molingizdan ham sinalyapti. Sizda signal bo'lyapti. Siz qaytmayapsiz, siz anglamayapsiz va keyingi holat joningizdan sinalasiz. Joningiz degani nima degani? O'zingizni qaysidir a'zolaringizda, ya'ni yurak qisilishi, oshqozon ishlamasligi, bel va hokazo bir qancha sizda og'riqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Bu ham sizga bir signal hisoblanadi. Nima? Butun dunyoni yaratgan Alloh, sizni yo'qdan va bizni barchamizni yo'qdan bor qilgan Alloh taolo sizni nima tanangizdagi bir og'riqni ketkaza olmaydimi? Ketkaza oladi. Yer tagida yotganimizga qiyomatda yana qayta tirilyapmiz. Yo'q bo'lib ketgan bu tana yana qayta tirilyapti. Alloh taolo bo'l deyapti, bo'lyapti. Sizni bitta muammoingizni Alloh taolo ketkaza olmasmikan? Yo'q. Alloh taolo barcha qudratga ega. Lekin biz o'sha Alloh tomonidan berilgan sinovni anglamayapmiz. Endi tana a'zolarimizdan signal bo'ladi va qaysidir yaqinlaringiz tomonidan signal bo'ladi. Va farzandingiz tomonidan bo'lishi mumkin. Signal, ya'ni u muammoga uchraydi yoki da o'sha farzandingiz tomonidan siz muammoga uchraysiz. Tushunyapsizmi? Har tomonlama sizga signal kelaveradi. Siz buni anglamaganiz sayin sizning hayotingizda shu muammo qayta ko'payib keladi. Tushunyapsizmi? Men bu narsani nima demoqchiman? Inson doimiy tarzda o'zi fikrlaydi, o'zi tanlaydi va o'sha tanloviga asoslanib qaysidir manzilga yetib boradi. Bitta narsani tushuning. İnsonlarni avtomatizatsiya boshqarayotganligini tushunishingiz kerak. Men yaqinda avtomatizatsiyani juda chuqurroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman tez kunda. Avtomatizatsiya degani siz har kunlik qanday bir ikkilanyapsizmi, qo'rqyapsizmi, xavotirlanyapsizmi, kimdandir nafratlanyapsizmi? Bu avtomatik tarzda amalga oshadi. Tushunyapsizmi? Sizni tushunchalaringiz, sizni ishonchingizdan kelyapti. Sizdagi miyangizdagi salbiy fikrni manbai qayerda? Mana shu sizdagi kelayotgan salbiy fikrlarni manbai qayerdan kelyapti? Albatta bu sizni e'tiqodingizdan, sizni ong ostingizdan, ya'ni buni tushunarli qilib aytadigan bo'lsam, xotirangizdan. Sizni chuqur xotiralaringizdan keladi, bu manbaidan keladi. Sizdagi mana salbiy fikrlarning manbai. Tushunyapsiz-a? Men yana sizga aytmoqchiman. Xo'p, avtomatizatsiyani qanday qilib o'zgartirish mumkin? Ko'pchilik o'zini fikrlari, voy menga salbiy fikrlar kelyapti, voy menga xavotirlar kelyapti, men ko'p ikkilanyapman, nafratlanyapman. Bu avtomatizatsiya.
Tushunyapsan? Siz nimadir ko'rganingizdan, nimadir o'ylaganingizdan sizda nafrat qo'zg'alib ketaveradi. U faqatgina tafakkur orqali sizdagi mana shu hozirgi sizni qiynab turgan fikrni manbaini o'zgartirish kerak bo'ladi. Ya'ni avtomatizatsiya. Sizga avtomatik kelayotgan fikrni topib, manzilini topib, ildizini topib, yangi tushunchaga o'zgartirish kerak bo'ladi. Tushunchaning ikkita turi bor. Yaxshi va yomon tushunchalar bor. Noto'g'ri tuzilgan xarita yomon va noto'g'ri manzilga olib borgani singari insonni noto'g'ri tushunchalari muammolarga, problemalarga olib boradi. Tushunyapsiz-a? Ya'ni sizdagi to'g'ri tushuncha sizni yaxshi yo'lga olib boradi, yaxshilikka yetaklaydi. Noto'g'ri, xato tushunchalaringiz sizni muammo va problemalarga eltib tiqadi. Men nima demoqchiman? Mana shu noto'g'ri tushunchalaringiz sizni xotirangizda saqlanib qolgan, avtomatizatsiyaga aylangan mana shu tushunchalaringizni siz noto'g'ri narsani to'g'ri deb qabul qilib ishongan ishonchingizni o'zgartirib chiqish kerak bo'ladi. Shunda inshaalloh sizni avtomatik fikrlaringiz o'zgaradi va sizni fikrlaringiz o'zgargandan keyin harakatlaringiz o'zgargandan keyin inshaalloh siz natijaga borasiz. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Barchangizni xonadoningizga Alloh tinchlik, xotirjamlik, xayr va barokatlarni yog'dirib qo'ysin. Yaqinda inshaalloh avtomatizatsiyani chuqurroq ko'lamda men sizlarga tushuntirib beraman va bularni batafsil sizlarga anglatib berishga harakat qilaman. Alloh qodir qilguncha sizlarga bor ma'lumotlarimni beraman. Agarda mana shu avtomatizatsiyalaringizni, sizdagi noto'g'ri tushunchalarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram lichkalarimiz bor, telefon nomerlarimiz bor. Xohlasangiz menga, xohlasangiz boshqa biror bir ustozlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bilmaganlaringizni bilganlaringizdan so'ranglar. Alloh taolo bizga shuni buyurgan. Shuning uchun bilmayapsizmi? Biladiganga murojaat qiling. Sizni tishingiz og'risa yoki-da qaysidir a'zoyingiz og'risa, nima qilasiz? Biladigan biror bir vrachga, doktorga ko'rinasiz. Xuddi shu singari sizdagi salbiy fikrga yechim topa olmayapsizmi? Biladigan mutaxassisga uchrashingizni tavsiya qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadri bilan qadrdonlarim.